Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanglar yaxshi turibsizlarmi? Arada bizning darsimiz sal uzrab qoldi kechirsizlar. Bugün Alemni yaratilish 46 bab mazmunini ko'rib o'taylik degan edik. 46 bab mazmunini boshlashdan burun men yana bir qatim o'rta qoladi, bir qatim uqtirib qo'ygan nima desa, bizning Alemni yaratilish darsimiz tugaydi-da, bir qancha bablar qoldi bilasizlar. Alemni yaratilish darsimiz tugagandan keyin yangi hafta, ya'ni Yohanna bayon qilgan xush xabarni bir qatim ko'rib o'taylik deb planlagan. Shuning uchun ya'ni Yohanna bayon qilgan xush xabar, ya'ni yangi hafta darsimiz boshlashdan burun, yangi haftadan dars boshlashdan burun bir qatimliq ya'ni alayda programma qilib, ya'ni savolinglarga Muşaq har qanday savolinglarga o'rtaq holatda shundan javob beradigan va yoki sizlarning mahum nuqtalaringlar shuna tushunmak izdiga tushunishni xohlagan bu nuqtalaringlar bo'lsin, va yoki boshqa bir savollaringlar bo'lsin, shuna savolinglarga o'rtaq holatda bir qatim javob holatda bir programma ishlashni xohlagan. Bu programma nima uchun hamda bunday o'rlashtirib qoldik desak, bo'libmi bu kanalimiz yurgizilgandan beri qarindoshlardan ayrim holatda, ya'ni har xil savollar keldi. Shu savollarga bu savollar shu qarindoshning savol bo'lmasdan, balki bizning e'tiqodchilik hayotimizda har birimiz bir qatimdan o'ylanib baqqan, har birimiz yuzlanib baqqan va yoki yuzlanadigan shunday savollar bo'lgan. Shunday savollarni o'rtaq holatda bir qatim ishlab programma qilib ishlab chiqargan vaqtimizda hammamizga yordam bo'ldi degan maqsad bilan shunday o'rinlashtirdik. Shuning uchun qarindoshlarning har qanday savoli bo'lsa, har qanday yoki bilmoqchi bo'lgan doiranglar, muhim nuqtalar bo'lsin, shunday har bir nimalarni dadillik bilan menga qoldirib qo'yishinglarni umid qilaman. Bo'libmi hozir qadar kelgan savollarga qaraganda bo'libmi biz o'rtaq holatda to'xtalgan savollar, men ikki doiraga yiqqan edim. Birisi Aysa Masih to'g'risida savollarni aytdi ko'p. Nima uchun Xudo deymiz, ya'ni bunday savollarni ko'pincha amdi Xudoning haqiqati, bizning muqaddas kitobni o'qish fursatiga ega bo'lib o'qiyotganlar, Xudo haqida tushunishni xohlaydiganlar, shundaqlarning savoli bu ko'parak savoli nima desa, Aysa Masih to'g'risidagi savol. Shuning uchun sizlar qarasanglarmi, bizning kanalimizning sahiplariga chiqqan vaqtimiz men temani Aysa Masih kim, ya'ni Hazrat Aysa kim degan savolga markazlashtirgan edim. Andan keyin shundaqla Hazrat Aysa kim, nima uchun Hazrat Aysa Xudo deymiz degan o'xshash shundaq yangi haftaga bog'lanishib qolgan savollardan sirt yana bundan boshqami ba'zan qarindoshlarning, ya'ni islom bilan, chunki bizmi hammamiz ko'pinchamiz bizning hammamizning islomlik tariximiz bor, arx ko'rinishimiz bor. Hammamiz musulmon edik burun, ya'ni islom deydik. Islomdan keyin biz Xudo bilan uchrashib, hammamiz e'tiqodchilik hayotimizni boshlab, Xudoga ergishib, haqiqiy Xudoni tunib, Xudoning yo'lida mangayotgan qarindoshlar biz. Shuningga o'xshash islom bilan bizning Xudoning haqiqati ikkisi o'tirsida ham nurg'un savollarni so'ragan qarindoshlarmi bor. Andan keyin shundaqla bir tarixiy jarayonlarni so'zlab o'tish tegishli bo'lgan savollarmi bor. Masalan, bizning jamoatimiz, e'tiqodchilik jamoatimiz Hazrat Aysa va uning shogirdlari davridan keyin qandaq o'zgarishlarni, qandaq jarayonlarni besib o'tdi va shuningdan hozir bizga qadar qandaq olishib mangdi deganlarga oid qiziqadigan savollar bor. Deganga o'xshash, ya'ni savollarimizning doirasi har xil turli deganga o'xshash. Shuning uchun savollarni sizlarning mayli tarixga oid savollar bo'lsin va yoki boshqa tillarga oid savollar bo'lsin, bizning e'tiqodimiz bilan boshqa tillarning orasidagi, chunki islom bilan bo'libmi ko'parak savollar bor. Shunday savollar bo'lsin va yoki hozirgi vaziyatda biz Uyg'urlarning hozirgi vaziyatimizga oid savollaringlar bo'lsa mayli degan o'sha. Chunki bizning haqiqatimiz Xudo dunyodagi barcha ishlarni, dunyodagi barcha
nimalarni hammasini boshqarib turg'uchi, ko'rib turg'uchi va shularga ega bo'lib, shularni yurishtirguvchi Xudo. Ya'ni o'zi qo'lida tutib turg'uchi Xudodir. Shuning uchun bu haqiqat ko'zimiz bilan bu dunyodagi har bir ishlarga qaraya oladigan, ko'ra oladigan, farq eta oladigan bo'lishimiz kerak. Shuning uchun har qanday savolinglar, qiziqayotgan nuqtalaringlar va biz e'tiqodchi bo'lish sifatimiz bilan Xudoning haqiqati bilan biz mushu savollarga yoki mushu vaziyatlarga hayotimizga qanday qarashimiz kerak yoki biz qanday yashashimiz kerak deganga o'xshash o'zinglarning hayotinglarga tatbiqlaydigan savollar bo'lsin va yoki o'zinglarning e'tiqodchilik hayotinglarga duch kelgan savollar bo'lsin va yoki siz xush xabarni endi anglayotgan yoki qiziqayotgan, Xudoni izlayotgan, topmoqchi bo'lgan bir qarindishimiz bo'lgan bo'lsangiz, bu har qanday savolingizni bevosita menga dadillik bilan qoldirib qo'yishingizni umid qilma. Shundaq, ya'ni mayli Instagramga, mayli Telegramga, mayli YouTube'ning har qaysi darslarimizni ostida qarsanglar, sizlar inkos qaytara olasizlar. Shu joylarga inkos qaytarib qo'ysanglarmi, ya'ni savolinglarni shu joylarga yozib qo'ysanglarmi bo'ldi. Shunda, ya'ni nima demoqchi desam, shunda savollarni hammasini yig'ib, agar savol ko'p bo'lgan bo'lsa, biz buni doiralar, ya'ni bo'lib har qaysi doiralar bo'yicha bo'lib ayrim qilib ish qilib shuna bir qatimliq shunaq savol javoblarga, shunaq muloyizalar, shunaq har birisiga bir qatim javob beradigan bir qatimliq program o'rlashtirmoqchi. Shuningdan xabardor qilay dedim. Shuning uchun menlarning aktivlik bilan, dadillik bilan qatnashib berishinglarni ham umid qilaman. Chunki bunday savollar orqali biz texmo kuchlanamiz. Texmo Xudoning so'zini biz qanday o'zimizning hayotimizga tatbiqlashni, Xudoning so'zi bilan qanday yashashni ham biz shunday savol javoblar, shunday nimalar orqali bizga texmo yaqin holatda biz texmo o'zimizning qalblarimizdan, turmushimizdagi ishlardan, har qaysi nimalardan bizga shuna yaqin holatda biz his qilib chiqa olamiz. Shuning uchun qarindoshlar, dars boshlashdan burun shu bir qatim uqtirib qo'yay dedim. Kechiringlar, gap uzrab ketdi. Endi biz bugungi darsimiz olamning yaratilish 46-bob mazmuniga kelaylik. Oldi bilan 46-bobni bir qatim o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 46-bob. İsrail bütün mal-mülklerini yığıştırıp Bershabaga kelib, o yerda atisi İshaq e'tiqod qilgan Xudoga atab qurbonlik qildi. Shu kecha uningga bir g'oyibona alomat ko'rinib, Xudovini Yaqub deb chaqirdi. Labbay deb javob berdi u. Xudo uningga: "Men Xudo, sening otang e'tiqod qilgan Xudodirman. Sen Misrga berishdan qo'rqma, chunki men u yerda sening avlodlaringni ulug' bir xalq qilaman. Men sen bilan birga Misrga berib, ondan avlodlaringni cho'qim bu zaminga qaytarib kelaman. Sen olamdan o'tganda Yusuf yeningda bo'ladi", dedi. Yaqub Bershabadan yo'lga chiqib, uning o'g'illari uni va xotin bolalarini Misr podshohi avatgan arvalarga o'ltirg'izib, Qanonda topgan mol-varallari bilan ta'lluqotlarni elib Misrga qarab mandi. Shunday qilib Yaqub bütün avlodlarni elib Misrga keldi. O'g'il qizlari va o'g'il qiz navlarimi birga bordi. İsrail deb atalgan Yaqub bilan birga Misrga borgan avlodlarning ismlari tuvandikicha. Yaqubning cho'ng o'g'li Ruben va uning o'g'illari Hanoh, Pallu, Yesron va Karmi qatorliqlar. Shimon va uning o'g'illari Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar va Qanonliq ayoldan bo'lgan Shaul qatorliqlar. Lavi va uning o'g'illari Gershon, Kohat va Merari qatorliqlar. Yahuda va uning o'g'illari Shalah, Paras va Zarah qatorliqlar. Yahudaning yana va Onan degan o'g'illari bo'lib, ular Qanonda o'lib ketgan edi. Parasning o'g'illari Yesron bilan Hamul, Saskar va uning o'g'illari Tola, Pua, Yob va Shimron qatorliqlar. Zabulun va uning o'g'illari Sarat, Alun va Yaxlil qatorliqlar. Yuqoridagilar Liya, Padan Aramda Yaqubga tug'ib bergan avlodlar bo'lib, qizi Dina bilan jami 33 nafar edi. Gad va uning o'g'illari Safon, Haggi, Shunni, Izbun, Ari, Arodi va Arali qatorliqlar. Asher va uning farzandlari, o'g'illari Yimna, Yeshua, Yeshvi, Bariya va qizi Sara. Bariyaning o'g'illari Yeber va Malkil edi. Yuqoridagilar Laban qizi Liyaqqa dida qilib bergan Zelpa, Yaqubga tug'ib bergan avlodlar bo'lib, ular jami 16 nafar edi. Yaqubning ayollari Rahila uningga 2 o'g'il
tug'ib bergan bo'lib, ular Yusuf va Benyamin edi. Yusuf Misrda 10 shahrining ruhaniysi Potifraning qizi Asenatdan Manasse va Efraim ismli ikki o'g'il topgan edi. Benyaminning o'g'illari Bela, Bekar, Ashbel, Gera, Naman, Ahi, Rosh, Hubbim va Arid qatorliqlar. Yuqoridagilar Rahila, Yaqubga tug'ib bergan avlodlar bo'lib, jami 14 nafar edi. Dan va uning o'g'li Hushim, Naftali va uning o'g'illari Yaxsil, Guni, Yasar va Shillam qatorliqlar. Yuqoridagilar Labanning qizi Rahilaga dida qilib bergan Belha, Yaqubga tug'ib bergan avlodlar bo'lib, jami 7 nafar edi. Demak, Yaqubning kelinlarini hisobga olmaganda, Yaqub bilan birga Misrga borgan o'z avlodlari jami 66 kishi edi. Yusufning Misrda topgan 2 o'g'lini qo'shganda, Yaqub jamiyatining Misrdagi nufusi jami 70 kishi bo'ldi. Yaqub Yusuf bilan Goshen viloyatida ko'rishish uchun Yahudani uning yana yo'linishni o'qib kelishga avatdi. Yaqublar Goshenga kelganda Yusuf vazirlik harvasida o'ltirib, otasining oldiga bordi. Ular didor ko'rishish bilan Yusuf otasini quchoqlab uzungacha yig'ladi. Isroil Yusufga: "Men sening hayot ekanligingni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Endi o'lib ketsammi roziman" dedi. Andin Yusuf qarindoshlari va cho'ng uydagilarga mundaq dedi: "Men podshohga sizlarning Qanondan bu yerga ko'chib kelganliginglarni ma'lum qilay. Uningga sizlarning chorvachi ekanliginglarni, mol-mulkinglarni elib kelganliginglarni aytay. Podshoh sizlar bilan ko'rishib, kasbinglarni so'rasa, uningga biz kichigimizdan tortib chorvachilik qilib kelgan, ota-bobolarimizmi chorvachi deydilar. Shuning bilan u sizlarni o'z xalqidan ayirib Goshenga o'rlashtirdi" dedi. Yusufning bunday deyishiga sabab Misrliklar mol boquvchilarni faqat ko'zga ilmaydi. Xo'sh qarindoshlar, nafsi mazmunimizni kelaylik. Bugungi 46 bobni bunda 3 bo'lakka ayirib ko'rishimizga to'g'ri keldi. Masalan, birinchi bo'lakda bo'lsa, ya'ni Yaqub Yusufning xabarini, Yusufning qarindoshlari orqali evetgan xabarini anglab, boshda talar jug'lab ketgan bilan Yusufning so'z orqali ishindi emas, Yusufning hayoti kerak. Shuning bilan Yusufni ko'rib kelay deb narsa keraklarni yig'ishtirib, avval bari shabab berib qur'onliqan, Xudoga atab qur'onliqan, lekin shu mazmunni bir bo'lak qilib ayrim ko'rib, andan keyin Yaqub bilan birga, ya'ni Misrga borganlar kimlar degan o'xshash shunday mazmun bo'yicha. Chunki bu mazmun sizlar kimning o'g'li kim degan o'sha Yaqubning 12 o'g'lidan kimlar tug'ilgan, qancha kishi Misr kirgan deblam buning o'xshash yani ism chiqadigan jamoat bunday mazmunlar kelsa, balki o'qishdan zerikishinglar mumkin, zerikadiganlar ko'parak, lekin bu mazmunlar Xudoning ahdisi bo'yicha sening avlodingni ko'paytiraman, avlodingdan mundaqlar chiqadi, podshohlar chiqadi, sening avlodlaring orqali baxtda taqilman degan Xudoning ahdisi bilan bevosita bog'lanish mazmunlar bo'lgan bo'g'ishqa, mushunday jamoatlar chiqqan vaqtida ismlar, nurg'un ismlar chiqqan vaqtida bularni qanday ko'rishimiz kerak degan o'xshash nuqtalarni bir o'ylab chiqish mazmunlar. Andan keyin eng oxiri Yaqub bilan Yusufning ko'rishganligi shu bir bo'lak mazmun bor. Ya'ni 46 bob mushundaq 3 bo'lakka, mazmun jihatdan mushunday 3 bo'lakka ayirib ko'rib chiqish tegishli mushundaq bo'laklarga ayrildi. 46 bob mushundaq bo'laklar ayrildi, lekin biz bugungi darsimizda, ya'ni mazmun jihatdan, mushundaq vaqt jihatdan bizning cheklik bo'lgan ko'ralaydigan mazmunimiz cheklik bo'lgan bo'g'ashqa, bugungi mazmunda shu oldingi qismiga markazlashtirib bir qatim ko'rib o'taylik dedik. Biz oldi bilan 46 bob mazmuni kelishdan burun oldingi soat darsimizni biroz uzrab ketdi. Shu darsimizni bir qatim qisqacha tilga ilib o'tsak, oldingi qatimda Yusuf oxiri o'zini qarindoshlariga o'zining Yusuf ekanligini oshkorlagan shunday mazmun edi va bu orqali biz Xudoning irodasi bilan, Xudoning va'dasi bilan, Xudoning Yusufga yor bo'lganligi bilan, ya'ni Xudoning Yusufning ustidagi irodasi bilan, Xudoning shu va'dasi bilan, ya'ni Xudoning nuqtai nazaridan, haqiqat nuqtai nazaridan Yusufning o'zining hayotidagi, o'zining kechmishidagi barliq ishlarga Xudoning ko'zi bilan, ya'ni Xudoning irodasi bilan qarab turib, aqllariga ham shuna bir tasallilarni berganligini va Yusufning o'zining hayoti orqali Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari, maqsadi deganlarni biz bir qatim tilga ilib o'tgan edik. Shundaqla 45 bob oxiridagi mazmun, ya'ni Yaqubning inkosi, Yusuf hayot ekan deb qarindoshlari kelib Yaqubga shuna degan vaqtida shu Yaqubning inkosi qolib qolgan edi. Uni keyingi mazmun bilan birga
ko'raylik deb turib shuna deb qoldirib qo'ygan. Shuning uchun bugungi mazmun bilan chetishlig'i bor bo'lg'achqa, munosabatlik bo'lg'achqa shu 45-bobning oxiridagi mazmun, ya'ni 45 bob 26 oyatdan boshlab biz bugungi 46-bobni birga ko'rishimizga to'g'ri keladi. Aldı bilan biz qaraydigan bo'lsak, ya'ni 45-bob 26 oyatda akıllar kelib Yusuf oyat ekan, Misrning bosh vaziri, ya'ni bosh maslahatchisi bo'pti degan vaqtida Yaqubning tallari jug'ildab, bu so'zlarga ishonmaganda, lekin ulardan, ya'ni akıllardan Yusufning aytib bergan so'zlarini anglab, ya'ni Yusufning yetkizgan so'zlarini, Yusuf o'zi degan gaplarni akıllari orqali Yusufning degan so'zlarini anglab, Yusufning o'z kelishiga, ya'ni Yusufning evatgan shunaqa harflarini ko'rib, Yusufning so'zlarini anglab, Yusufning avatgan harflarini ko'rib, asoshiga kelib ishongan emasmi? Bo'ldi, ko'zimning o'chida uni ko'rib kelay, hayot kelgan ishandim degan emasmi? Shuning uchun bu yerda Yaqubning ishonishiga, ya'ni aradan, ya'ni Yusuf tagi biz qaraydigan bo'lsak, Yusuf akıllarini ko'rish uchun do'tanga berib, yo'qlab kelishga ichki uydan chiqqan bo'yicha qaytib kelmadi emasmi? Uyga qaytib kelmay, aradan 20 yil, ya'ni ayni vaqtda 17 yoshli Yusuf edi. Shuncha aradan az deganda 21-22 yil o'tgan shunday vaqtlardan keyin akıllari kelib dastlabdimi akıllari kelib dastlabda akıllari Yusufni setayotgandan keyin Yusufning to'nini qonga milab, Yusufning to'nimi deb turib otasini oldigan emasmi? Toki Yusuf yovvoyi hayvonlarga yem bo'lganga o'xshash holatda otasini shundoq oldigan bo'lar. Shu vaqtda akıllari kelib Yusufning to'ni bumi deb Yusufni o'ldi deganga chiqarib kelgan emasmi? Xabarini berib kelgan. Endi bo'lsa akıllari Misrga berib kelgandan keyin bo'lsa, Yusuf hayotgan, Misrning bosh vaziri bo'pti deb keldi. Shuncha arada 20 necha yil o'tgan vaqtdan keyin shuning uchun Yaqubning dastlabda tallari jug'ildab, so'zlari akıllarining so'zlariga ishonmaganda, lekin Yaqub Yusufning so'zi bilan Yusuf avatgan arvalarni ko'rib, shu vaqtda asosga kelib Yusufning hayot ekanligiga ishongan edi. Endi bu yerda Yaqub Yusufning so'ziga va arvalarni ko'rib deganda nima uchun biz buni ta'kidlaymiz degan vaqtimizda biz 37-bob, ya'ni Yusufning voqealigi endi chiqqan vaqtidagi shu 37-bob qaytib borsak, 37-bobda Yusuf ikki qatimli tush ko'rdi emasmi? Ko'rgan tushlarini akıllariga ham shunday otasiga aytib berdi. Otasiga aytib berganda 37-bob 11-oyatda biz oldin bir qatim so'zlab o'tgan. Ya'ni otasi bu ishni ko'ngliga pukib qo'ydi. Yusuf tushini otasiga aytib bergan vaqtida otasi dastlabda uni ayblab, "Voy, qanday tush bu? Anang akıllaring va mening senga bosh egib ta'zim qilishni o'ylamsan?" deb Yusufga shuna degan bilan, lekin Yaqub bu ishni o'zining ko'ngliga pukib qo'yganligini aytgan edi. Shunga oldin qatim meni 43-44-bobda deb o'tganimizda buna ko'ngli pikib qo'ydi deganni biz bu so'zni, bu jumlani biz Yangi ahdidan va shunala muqaddas kitobning boshqa yerlarda tilga ilib turib buni tushuntirgan. Ya'ni bu ko'ngli pikib qo'ydi deganga, ya'ni bu bolaning ustida Xudoning irodasi, Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishi, Xudoning tamomlamoqchi bo'lgan bir buyuk irodasi borligi bo'lgan otalarning, onalarning shunaq bir ishonchi. Ya'ni bu balani Xudo ishlatadi. Xudo bu bola ustida bunday ishlarni qilg'dak degan o'xshash shunday bir ota-ona bo'g'ichining shu bolasining ustida Xudoning qilmoqchi bo'lgan irodasiga bog'liq bo'lgan ishonchini ifodalaydi deb turib biz degan edik emasmi? Shu vaqtda ko'ngli pikib qo'ygan. Ya'ni Yusufning tushini anglagandan keyin bo'lsa, Yaqub ko'ngli pikib Yusufni Xudo ishlatgidek, ya'ni Yusufning ustida Xudoning shunday bir irodasi bor o'xshaydi deb pikib qo'ygan emasmi? Ham shunala Yaqub Yusufning aynan yirtqich hayvonlarga yem bo'pti degan bir ya'ni oshna bir xabarni, ya'ni akıllar kelib to'nni ko'rsatib qolgan vaqtida Yaqub deganimiz asrat kiyimlarini yirtib, uzungacha oz tutib, toki o'lgich o'g'limga oz tutaman deb turib shu qadar asrat chekkan Yusuf uchun. Davomli asrat chekkanligini aytgan edi. Shunga bu yerda Yaqub akıllarning degan so'ziga qaraganda bu yerda Yusufning aytib bergan so'zlari va arvlarni ko'rib Yusufning hayotga ishonishki sababi nima desa, Yaqub dastlabdilla Yusuf tushuni
atası Yaqubga deb bergan vaqtida Yaqubning Yusufning shu tushi orqali Yusufning ustida Xudoning irodasining borligini, Xudoning amrohligini, ya'ni Xudoning uni yetaklaydiganligiga bo'lgan ishonchi borligini biz ko'rgan edik. Shuning uchun bugun Yusuf yani aklar orqali Yusufning aytib bergan so'zlari va arolini ko'rgan vaqtida Yaqubning esi keldigini nima degan vaqtimizda dal shu dastlabda Yusuf o'zi Yaqubga aytib bergan shu tushlari bo'ldi-da. Shu tushlarining bugun Yaqubning o'z qulig'i bilan angligini Yusufning shu tushlarining amalga oshganligi. Dal shu vaqtda yani Yaqubmu degan emasmi, sen podshoh bo'lib biz hammamizning san bosh egishimizni xohlamsan deb turib Yusufni ayiblagan bilan dal shu tushuning bugungi kunda yani Yaqubning hozirgi anglagan vaqtida amalga eshib Yusufning dal bosh vaziri yani Misrning bosh vaziri bo'lganligini ham shundaqla uning oldida yani ko'z oldida bo'lsa dal shu Yusufning o'zining bosh vaziri bo'lib bugungi kunda Xudoning irodasi Yusufning ustida amalga eshib Yusufning Misrning bosh vaziri bo'lib evatgan aravlari bo'lsa Yaqubning ko'z oldida. Shunga Yaqubning bu yerda ko'zi oldiga kelgani dal Yusufning shu tushi ham shunday shu jarayonlarda Xudoning uni qanday qo'g'dab, uning ustida o'zining irodasini amalga oshirganligiga bo'lgan shu ishonch bilan Yusufning hayoti ekanligi va shuniki berib kelish uchun qaror chiqarganligini biz bir ko'rib o'talaymiz. Ham shunday aqdillar ulindigan nima desa 46-bobda albatta Yaqubning birinchi qilib qaror qilgani mol-mulklarni yig'ishtirib shu Yusuf hayot vaqtida uni ko'rib kelish, ya'ni Yusufning depagan evatgan so'zi bo'yicha evatgan arollariga chiqib Yusufning yeniga berishni qaror qilgan. Yana birisi bo'lsa nima desa oldi bilan Yusufning oldiga berishdan burun oldi bilan qilgan ishi Bershabaga, ya'ni Isoq e'tiqod qilgan Xudoga atab qurbonlik qilganligiga oid mazmun 46-bob 1-oyati bor. Bu Bershaba biz qaraydigan bo'lsak Isoq to'g'risida biz so'zlagan vaqtimizda Isoqning asosan hayotlik jarayoni, hayot doirasi nima desa shu Bershabada asosli hayotining jarayoni shu Bershabada o'tgan. Biz 26-bobdan keyingi mazmunlarni o'qib baxsanglar Isoqning Qananda açarchilik, ya'ni Qananda qurg'oqchilik, ya'ni ofat yuz bergan vaqtida uning Gerarda berib, keyin Xudo uning ko'rinib, men turib qol, Misrga borma degandan keyin uning asosida qanday o'tkalgan va oxirsida nima uzun turganlikqa oid mazmunlar shu Bershabada ekanligiga oid mazmunlarga markazlashidu. Buni o'zinglar 26-bobdan ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Ya'ni demak nima desa, Bershabaga kelib, ya'ni Yaqubning kelgan yeri Bershaba, ya'ni otasi Isoq turgan joy. Shu joyga kelib, otasi e'tiqod qilgan Xudoga atab qurbonlik qildi deydi. Endi bu yerda otasi e'tiqod qilgan Xudoga atab qurbonlik qildi deb endi bu yerda Xudoni sifatlagan vaqtida, Xudoni tasvirlagan vaqtida biz oldingi qatim men Instagram chiqarib qo'ygan shu Yaqubning hayoti jarayonlarida Xudoning uning bilan ko'rishgan va Xudo uningga namoyon bo'lgan vaqtida o'zini ifodalaganimiz o'xshamaydi. Masalan, yaratilish 28-bob qaraydigan bo'lsak, Yaqub dastlabda Xudo bilan personal munosabat, ya'ni dastlabda Xudo bilan ko'rishib, Xudo bilan munosabat bog'lagan vaqtida Xudoning ko'ringan nima deydi desa, "Men Parvardigor, buvang Ibrohim, otang Isoq e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'lman" deb turib, Xudo o'zini tasvirlaganda, o'zini tunishtirganda, Yaqubga o'zini tunishtirganda, dal shu otasi Isoq, shunaqla otasi Isoq emas, bovasi Ibrohim e'tiqod qilgan Xudo, ya'ni Ibrohim bilan ahd tuzgan, otasi Isoq bilan ahd tuzgan Xudo ekanligini deb turib, dastlabda Yaqubga ko'ringan. Bu ahdlarni, manzillarni selishtirib ko'ringlar, yana radlab chiqinglar degan edim. Qilganmi, sizlar ko'rib baqqanmi bilmadim. Agar ko'rib baqqan bo'lsanglar, buni aniq tushuna olasizlar. Andan keyin Yaqub Labanning uyidan qaytgan vaqtida Asavdimi qo'rqib, uningdan keyin Asav bilanmi chiroyli ko'rishgandan keyin Shakamdagi, ya'ni Dinoning voqeasi yuz bergan vaqtlarda o'g'illari bu shakamliklarni hammasini qirib tashlagan vaqtida Yaqub qo'rqqan emasmi? Qo'rqib bularimiz bizga hujum qilib bizni terbiyan qo'yadigan bo'ldi degan. Ya'ni shu vaqtda atrofdagi xalqlardan qo'rqib yurgan vaqtida Xudo nima degan desa, "Men hammaga qodir Xudodirman" deb turib, Yaqubga namoyon bo'lgan vaqtida hamma qodirligi bilan o'zini Xudo o'zini ta'kidlab turib, Xudo o'zini Yaqubga namoyon qilgan. Endi bu yerda hamma qodirligi degan vaqtimizda Yaqub ayni vaqtda atrofdagi o'lkalar, ya'ni atrofdagi qavmlardan ularning o'zini
yo'q, ya'ni o'zini o'ldirib etishdan qo'rqqan. Ya'ni bular ojiz, odamlar oz, lekin atrofda qavmlar birlashib bizga hujum qilsa qanday qilamiz degan emasmi? Shunga o'xshash shuna bir vahim ichib turgan vaqtida Xudo bu yerda hamma qodirligini ta'kidlab turib, ya'ni shu qavmlarmi, boshqa allarmi, garchi ular imonsiz bo'lsin, mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar barcha allarni yer yuzini boshqarg'uchi, yer yuzining xudosi man. Yani ulardan qo'rqma, men sen bilan billa. Ularni ham boshqaruvchi mendirman. Ular ham mening qo'limda degan o'xshash Yaqubga naiti o'zining amiy qodirligi bilan kelib, uningga tasalli berib, uni ilhomlantirganligini biz ham ko'ra olamiz. Shuning uchun nima demoqchi desa, Xudo har qanday ahvol ostida Yaqub ko'ringan vaqtida ta'kidligini o'zini namoyon qilganda Xudo o'zini Yaqubga o'zini namoyon qilgan vaqtida shuna degan so'zi, ya'ni men Xudoman yoki men otang Isoq, buang Ibrohim e'tiqod qilgan Xudoman degan o'xshash, ya'ni Xudo o'zini namoyon qilgan vaqtida degan so'ziga qarab, nimani ta'kidlamoqchi, nimani kuchaytmoqchi bo'lganligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Masalan, dastlabda Xudo ko'rishgan vaqtida buang Ibrohim otang Isoq e'tiqod qilib kelgan Xudo olman degan vaqtida Boğusi İbrahim bilan tuzgan ahdisini, otasi Isoqqa bog'lagan shu ahdisini, hamda Yaqubga ham shu ahdini bog'laganligi sababidan, ya'ni shu ahdini ta'kidlagan vaqtida shunday xalqi bo'g'an İbrahim otang Isoq e'tiqod qilgan Xudoman deb turib, shunday namoyon qilgan, o'zini shunday namoyon qilgan ko'ra olamiz. Masalan, 28 bobda shu ahdini ko'z tutib, ahdini ta'kidlagan vaqtida zimin degan so'z bor, ya'ni men hozir sen yotgan ziminni senga va sening avlodlaringga ato qilaman degan so'z bor. Sening avlodlaring qumda ko'p bo'ldi deb turib, Ibrohimga qanday degan bo'lsa, keyin Isoqqa shunday deb 26 bobda Isoqqa shu ahdni bog'lagan mazmun bor, ko'rib baqqan bo'lgan bo'lsanglar. Endi Yaqubga aynan ahvol ostida, ya'ni aynan holatda deydi. Zimin to'g'risida, avlod to'g'risida, ya'ni avlodning qancha ko'p bo'lganligi to'g'risida, baxt to'g'risida, ya'ni sen va sening avlodlaring orqali butkul millatlar baxt topdi degan o'sha shular bor. Andan keyin 35-bobni ko'rgan vaqtimizda bayon degan o'xshash Yaqub bir vahimichi turgan vaqtida amiy qodirligi bilan ko'rinib turib, Xudo yana o'zining ahdisi bo'yicha Yaqubni qanday yetaklaydiganligini, qanday hamroh bo'lganligini, shu ahdisi va'dasi bo'yicha shu va'dasi amalga oshirmoqchi Yaqubni tashlamaydiganligini, Yaqub bilan birga bo'lganligini shuna ta'kidlab turib, shu va'dasini asos qilib turib, chunki Yaqub bilan dastlab ko'rishgan vaqtda degan emasmi, men senga bergan va'damni ishga oshirmoqchi, seni hargiz tashlamayman degan o'xshash. Mush 35-bob kelgan vaqtidami Yaqub vahim ichida turgan vaqtida men amiy qodir Xudoman, sen nurg'un avlod tepib ko'paygin. Nurg'un xalqlar sening naslingdan borliq keldi. Ya'ni qo'rqmay, sen oldin qarab menga men sen bilan birga. Sen men degan o'xshash, mening yetalishim bo'yicha menga degan o'xshash, mening irodam bo'yicha shu men ko'rsatgan yo'llar bo'yicha menga qo'rqmagin degan o'xshash, shunday bir ma'nolar isbotlaydigan holatda Xudo ahdini markaz qilib turib, va'dasini markaz qilib turib, Yaqubni yetaklaganligini biz ko'rib olamiz. Endi bugungi mazmunda ham 46-bobda biz qaraydigan bo'lsak, Xudo Yaqubga, ya'ni Yaqub Bershabaga kelib, shu Isoq e'tiqod qilgan Xudoga, ya'ni otasi Isoq qilgan Xudoga degan vaqtimizda Yaqubning bu yerda bu mazmunda bizga nima demoqchi desa, Yaqubmi ana shu Xudoning va'dasi, ahdisi bo'yicha otasi Isoq e'tiqod qilgan Xudo va bobosi Ibrohim e'tiqod qilgan shu Xudoga ibodat qilish orqali, birinchidan Yusuf orqali, ya'ni Yusufning hayot hikoyaligi va Yusufning hayotida Xudoning Yusufni qo'g'dab, hozir 20-yil jarayonda va shu Yusufning hayotini yetaklab, Yusufning hayotida Xudo o'zini namoyon qilib, o'zining irodasini amalga oshirganligini bu hozir angladi emasmi? Qarindoshlar, Yusufning qarindoshlari orqali dappagan so'zlari va avatgan arvolar orqali Xudoning Yusufga yor bo'lganligini, Yusufning ustida qilgan ishlarini bu angladi. Shuning uchun bu birinchidan Xudoga bo'lgan shundaq shukri, memnuniyati, madhiyasi, Xudoga bo'lgan tashakkuri bor. Yana birisi bo'lsa, o'zini ham
Xudo o'zining hayotini ham, Xudo o'zining irodasi, va'dasi bo'yicha hozir qadar qanday yetaklab kelgan bo'lganligini o'zi bildi. O'zi Xudo bilan ham yaqin yashash orqali Xudoning o'zining hayotini shu jarayonlarda yetaklash, har qanday ig'ir kunlarda bo'lsin va jari japonlarda bo'lsin, Xudoning uning qanday amra bo'lganligini, qanday yetaklaganligini ham Yaqub o'zi Xudo bilan birga bo'lish jarayonida, Xudo bilan personal munosabat bog'lash jarayonida, Xudoni cho'nqur, texmi cho'nqur tunib yetib, Xudo bilan cho'nqur munosabatlar bog'lagan emasmi? Shuning uchun bu mushundaq ahdi bog'lagan, o'zini tanlab olgan shu Xudoga o'zini ham emas, Yusufni ham shunday qo'g'dab, Yusufni ham Yusufning hayotini ham, hayotining ustida ham Xudoning o'zining ulug'ligini qanday namoyon qilganligini ham shunday qilgan shu Xudoga atab, bu yerda qurbonlik qilib, Xudoga ibodat qilg'ili kelgan vaqtida, Bershabaga ibodat qilg'ili kelgan vaqtida Xudo ham bu Yaqubga ko'rinadi. Andan keyin Yaqubning ibodatidagi yana bir mazmun nima desa, Yaqubmu ham Xudo bilan taki personal munosabat bog'lab, Xudoning uning hayotini qo'g'dab, uning hayotiga yetakchilik qilishi bilan ahdisi bo'yicha yetaklab mangan shu Xudo bilan birga bo'lish jarayonlarida Xudoning o'zining Yaqubning o'zining hayoti ustida qilmoqchi bo'lgan ishlarini, Xudoning va'dasini, ahdisini shuna ta'kidlashlari jarayonida ham bu Yaqubmu Xudoning ahdisini, va'dasini tunib yetgan emasmi? Shuning o'xshash Xudoning Yaqubga degan yerida sen yotgan zaminni deb, ya'ni Qanon zaminini Yaqubga va uning avlodlariga ato qilganligini ham Yaqub anglagan. Yani Xudo degan, sen yotgan zaminni sana ato qilman, sening avlodlaring ato qilman deb. Ham bu Qanon zaminni taki Ibrohimdan tortib Isoqqa ham, Yaqubga ham shuna degan, ya'ni Qanon zaminni uningga va uning avlodlariga ato qilmoqchi bo'lgan degan. Lekin hozir Qanon zaminda qurg'oqchilik, ya'ni ofat yuz berdi. Mushunday ahvol ostida albatta Yusufning ko'gisi bor, Yusufning hayotida ko'rib kelish maqsadi bor. Lekin hamda bu qurg'oqchilik, ofat yuz bergan vaqtida ham bu Qanon zamindan, Xudoning va'dasi bor bo'lgan, ahdisi bor bo'lgan bu zamindan ayrilib Misrga berish oldida Xudoga ibodat qilib, Xudodan ham so'ramoqchi bo'lganligini, o'zining qalbida Misrga bos qanday bo'laligini, u yerda turib qas qanday bo'laligiga oid nurg'un mushuna bir ziddiyatlar bo'lgan ahvol ostida Bershabada atasi e'tiqod qilgan Xudoga ibodat qilish orqali mushu qalbidagi ham Misrga berish, Misrga ko'chib berish, to'g'risidagi mushunaq nimalarni Xudoning yetaklashini so'rab, bu yerga ibodat qilganligini ham biz ko'ra olamiz. Chunki Xudo javob berganda deydi emasmi? Misrga berishdan qo'rqma deb. Xudo albatta hammamizning qalbini, ko'nglimizni bilgichi, qalblarimizni kuzatib turuvchi, bizning qo'rqinchimizni va yoki ojizliklarimizni, g'am andishlarimizni bilgichi emasmi? Shunga Xudomu Yaqubga ko'ringan vaqtida nima deydi desam, deb 3-oyat qarab baxsak, men Xudo sening otang e'tiqod qilgan Xudodurman. Sen Misrga berishdan qo'rqma deb turib javob berdi. Va shuning bilan birga men u yerda, ya'ni Misrda sening avlodlaringni ulug' bir xalq qilman. Men sen bilan birga Misrga berib, ondan avlodlaringni cho'qim bo'zimin qaytarib kelman deb Xudoning Misr zaminida Yaqub va Yaqubning avlodlari ustidagi irodasini ham bu yerda Yaqubga oldin uqtirdi. Chunki nima desa bu yerda biz Ibrohim bilan tuzgan ahda, Isoqqa bog'langan ahda, shunaqla Yaqubga bog'langan ahdida biz abay degan edik. Zamin to'g'risidagi va'dasi bor. Ya'ni Qanon zaminni ularning avlodi, uningga va ularning avlodlariga ato qilganligini aytgan. Biz Ibrohimning hayotini qaraydigan bo'lsakmi, Xudoning va'dasi va ahdisini ching tutib turib, hayotini qanday o'tkazganligini biz ko'rgan edik. Ya'ni hatto bolalar Isoqmi ayol elib bergan otidimi Ibrohim degan. Sen Isoqni hargiz u yerga elib borma deb turib Qanon zaminda Isoqni qoldirgan. Ya'ni u zaminda chunki Xudoning va'dasi bor, ahdisi bor bo'lgan zamin bo'lg'achqa. Shuning uchun ham Ibrohim ham bu Isoqmi ham, endi Yaqubmi ham Xudoning shu ahdisi bo'yicha shu zamin
Qanan zimini Xudoning ahdi zimini bo'lgan bo'lg'ashqa, bu zimindan ayrılganda yoki o'tkazganda, shuna Xudoning ahdisi bo'yicha, irodasi bo'yicha o'zining hayotini, ya'ni o'tkazganda, bir yerga ayrılganda deganda Xudoning yedaklishini so'raganligini biz ham ko'ra olamiz. Biz inson so'zga vaqtimizmi degan edik. Xudo degan 26-bobda sen Misrga bormay, men turib qol degan yerda turib qol deb turib Isoq ko'rgan vaqtida Xudo shuna degan, men turib qol degan yerda turib qol deb turib. Ya'ni nima desam, bu zimin qayerda turish, qayerga yo'tkilish bo'lsin, qayerda qanday yashash bo'lsin, ya'ni o'zining turishi, ayrilishi, qaysi ziminda turishi yerlardimi, ya'ni Xudoning ahdisini markaz qilib turib, ahdisi bo'yicha hayotiga qarag'anligini, ahdisi bo'yicha o'zining yo'tkilish va chiqib kelishi deymizmi? Yo'tkilishi shularga ham ahdisi bilan qarag'anligini biz ham ko'ra olamiz. Anandan shundaqla biz bayam dedik, ya'ni Xudoning Misr zamanida, ya'ni Yaqubni sen Misrga berishing qo'rqma deb turish deyish bilan birga, Misr zamanida Xudoning Yaqub va Yaqubning avlodlari ustida qanday bir irodasi borligini oldin deydi dedik. Ya'ni Misrda uning avlodlarini ulug' bir xalq qilganligini aytdi Xudo. Ya'ni Misr zamanida Yaqub va uning avlodlarini ulug' bir avlod qilganligini. Bu ulug' degan so'zni biz bir cho'ng bir yoki cho'ng, bizning tilimizda cho'ng, buyuk debmi degan ma'nosi va yana bir samda ulug' degan vaqtimizda bir shon sharaflik, ya'ni Xudoning bir xususiyati, Xudoning xislatiga tabe bo'lgan bir so'z. Shunaqo bu ibroniychimi shundaq so'z bilan ishballani, ya'ni Xudoning xislatiga, Xudoning shon sharafiga, Xudoning xislatiga mansub bo'lgan bir so'z. Shuning uchun bu yerda sening avlodlaringni ulug' bir xalq qilman desa, cho'ng bir xalq qilman degan lam ko'z tutmasdan, balki Xudoga tava qildigan, ya'ni Xudo ularning ustida o'zining shon sharafini namoyon qilmoqchi bo'lgan bir xalq qilganligini ham bu so'z orqali ko'ra olamiz. Ya'ni nima demoqchi desam, Misr zamanida Yaqub va uning avlodlarini Misr zamanida cho'ng bir xalq qilish bilan birga, ya'ni bu ulug'ning ikki ma'nosi bor, cho'ng, ya'ni cho'ng bir xalq ko'paytirib bir cho'ng bir xalq qilish bilan birga, shundaqla buning avlodlari orqali Xudo o'zining shon sharafini Misr zamanida namoyon qilganligini da'vatida. Demism Misrdan chiqqan vaqtida bular orqali, ya'ni bu Isroillar orqali Qizil dengizni yerib degan shu nurg'un afat Misrliklarni jazolagan vaqtida 10 afatlarni ham yuz qilgan emas. Shunga o'xshash ana shu Xudoning ulug'ligi, Xudoning shon sharafi, Xudoning xislati namoyon bo'lgan, namoyon qilmoqchi bo'lgan shuna bir xalq qilmoqchi bo'lganligini bu yerda oldin ola Yaqubga deganligini ham ko'ra olamiz. Ondan keyin ham shundaqla Yaqubning hayotida alayda Xudo qilgan bir ishi nima desa, Yaqubga dastlabda 28-bobda Yaqub bilan Xudo personal munosabatda, ya'ni Yaqub Xudo bilan personal munosabat o'rnatgan vaqtida, ya'ni 28-bobda Yaqub vaqt Labanning uyi mangan emasmi? Mangan vaqtida Xudo Yaqub ko'rinib, "Men senga yor bo'laman. Sen qayerga borsang, seni shu yerda qo'g'dayman. Hamda seni bu yerga qaytarib kelaman" deb turib, evet, shu vaqtda Laban uyi minish oldida Yaqub bir toshni beshiga qo'yib, uxlagan vaqtida shuna ko'ringan vaqtida Xudo uning shuna va'da berganda, ya'ni sen bergan va'dani ishga oshirmay seni hargiz tashlamayman. Seni buzimin qaytarib kelaman deb turib, ahdisini, ya'ni Ibrohim ahdisini, Isoq ahdisini Yaqubga deb turib, shu ahdisi bo'yicha shu Xudoning ahdi zimini bo'lgan shu Qanon ziminiga Yaqubni qaytarib kelganligini aytgan. Hem shundaqla Yaqubmu o'zining hayotida Xudoning uningga qanday yor bo'lib va oxirsida Labanning uyidan Asoga bo'lgan, ya'ni aksiga bo'lgan, Aso bo'lgan qo'rqinish ichidan, ham shundaqla qanday bu ishlar ustida qanday Xudoning uni yetaklab, qanday qo'g'dab, oxirida qanday Qanon ziminiga boshlab akilib, hatto otasini dafn qildi emasmi? Shuning uchun o'zining shu Xudoning va'da ziminiga qaytarib kelganligini Yaqub o'z beshidan Xudo bilan birga bo'lgan hayot jarayonida o'z beshidan kechirgan bu ishlarni. Shuningga o'xshash Xudo Yaqubni hamda Misrga yevatadigan vaqt, ya'ni Misrga berishing qo'rqma, chunki men Misrda sening xalqingni, sening avlodlaringni, ya'ni sening avlodlaring ulug' bir xalq qilmayman deb turib, oldin ola Misr qilmoqchigan irodasini degan vaqtida ham Yaqubga degan so'z nima desa, "Men sen bilan birga Misrga berib, andin avlodlaringni cho'qim bu zamonga qaytarib kelaman" deb Yaqubga shuna deydi. Ya'ni Yaqub o'zi Xudoning
vədisi bo'yicha qandaq boshlab chiqqan bo'lsa va qandaq shu vədisi bo'lgan, ahdisi bo'lgan shu zamonga qandaq qaytarib kelganligini o'z beshidan kechirgan. Ham shunala bu vaqtda ham Yaqubga degani, men sen bilan bilib berib, avlodlaringni ham cho'qim bu zamonga qaytarib kelmagan. Ya'ni senga o'xshash, seni Qanon zaminiga qaytarib kelganimga o'xshash, sening avlodlaringni ham bu Qanon zaminiga men qaytarib kelaman. Çoxum bu zamana qaytarib kelman deb turib Yaqubga shuna deganligini biz ko'ra olamiz. Endi sen olamdan o'tganda Yusuf yeningda bo'ldi deb. Bu yerda buni biz İbranicha bevosita ko'rgan bo'lsak, sen olamdan o'tganda Yusuf yeningda bo'ldi emas. Buni biz vaqtimizda Yusuf qo'lini senin közün üstüge koydu diyen söz abiyede. Yani İbraniçinim deydi dese Yusuf kolunu senin közünün üstüge koydu diyen bir söz çıkıdı. Elbette bunu hem de sen alemde ötken Yusuf yeninde buldu dep bir qancha İngilizce muqaddas kitap okusanlar şuna tercüme qilgan kitaplar var. Bazen hakikaten öz biten yani Yusuf kulunu senin közünün üstüne koydu deb tercüme qilgan kitaplar var. Bunu o'xshash albatta oxirigacha yani oxirgi hayotida Yusuf yenida bo'lganligini ham deyish bilan birga yana shunaqla nima ko'ra olamiz desak, bayon dastlabda biz o'tgan Yaqub özünün bir ömür Yusuf üçün əsərət çəkidəğini, az tutudğalığını deyən emasmı? Şu jarayonlarda Yaqub Yusuf üçün nə qədər əsərət çəkənligini, azab çəkənligini, göz yaş qılğanlıqlarını biz hem görə alalımız. Bu yerdə Yusuf qulunu közünün üstü qoydu deyəndə, Yusuf senin göz yaşını ərtiydi. Senin barlıq azaplarını, əsrətini yoq berdi, yəni ərtib berdi deyən söz bilən düşənsək mi buludu? Yəni Yusuf senin barlıq şu cəryan Yusuf üçün çəkən barlıq əsrətinin həmsini xoşallıq aylandırdı, ərtib etdi, barlıq senin azaplarını yəni yoq etdi. Yəni Yusuf bilən billə vaxtın şu qədər yaxşı, yəni şu qədər Yusuf bilən billə axır həyatının şu qədər Yusuf'ның yeni da yaxşı ötküzələysən deyin o'xshash hamda bundaq ma'nolar bilanmi tushunishga bo'ladi desakmi bo'ladi. Shuna o'xshash hamda bu yerda Yaqubga Xudoning Misrga berishdan qo'rqmasligini hamda Misr zaminida Yaqubning avlodlariga bo'lgan Xudo o'zining irodasini ham Yaqubga deganligini biz ko'ra olamiz. Demisimi bu yerda Misr zaminidagi Xudoning irodasini biz Yaqubning ustida emas, biz qaraydigan bo'lsak İbrahimgami shundoq degan, ya'ni İbrahim bilan ahd tuzganda, ya'ni Alemni yaratilish 15-babda 15-bab 13 oyatdan 16 oyatlarga qaraydigan bo'lsak, İbrahimga ham Xudo o'zi degan, sening avlodlaring boshqa bir zaminda 400 yil azab oqibat chekidu, boshqa bir davlatda musofir bo'ladi deb deganligini, ham shu davlatdagi kishilarga qul bo'lib 400 yil ular tarafidan azab chekidu deb aytgan emasmi İbrahimga? Lekin men ularni qul qilg'ish xalini cho'qim jazolayman. U davlatdan qaytganda nurg'un boyliqlarni elib keldi deb, yana boshqa bir zamonga kirib İbrahimning avlodlarining boshqa bir zamonda qul bo'lganligini aytgan. Lekin Xudoning u zamondan ham avlodlarini qaytarib, ya'ni shu va'da bo'lgan, ahdi bo'lgan zamonga qaytarganligini ham İbrahim vaqtida bir qatim oldin ola aytgan. Endi bugun Yaqubga degan vaqtida ham o'zining avlodlarining şu Misr zamanında qandaq bir avlodlar ustida, ya'ni Yaqubning avlodlari ustida Misr zamanında Xudoning qandaq bir irodasining borligini ham qaytadan berdi deyish orqali sen bilan birga bo'laman, avlodlarimni cho'qim men bu zaman qaytarib kelaman deb turib, shu ahdisini, İbrahim bergan ahdisini bu yerda Yaqubga ham texmi aniqroq qilib deganligini biz ko'ra olamiz. Andan keyin biz hozir albatta ahdini markaz qilib turib ko'rdik. Albatta ahdi bo'yicha Yaqubning qandaq o'zining hayotini turib berib kelishini va yoki yo'tkilishini bo'lsin, qayerda turishini bo'lsin, mushammisida Xudoning ahdisiga o'zini qandaq bog'lab, hayotini qandaq ahdiga bog'lab yashayotganligini ham biz qisqacha mushaddim ham ko'rib o'talaymiz. Biz bilsanlar Yaqubning hayotini biz xulosalamadik. Oxirida yana chiqadigan mazmunlar bor, davomli ko'ramiz. Shuna o'xshash ahdini Xudo İbrahimga bergan ahdini Ishoqqa qandaq ulab, Ishoqdan qandaq Yaqubga ulab, ham shunaqla bu ahd, ya'ni İbrahim ahdisini qandaq bir nima qoldirmay, qandaq shu bo'yicha amalga oshirganligini, shu bo'yicha hamisining reallikda
qandaq amalga oshirib, qandaq shu va'dasi bo'yicha, qandaq shu irodalarini amalga oshirganliklarini, bara-bara shu ahdilarning qandaq aniqlashib, texim konkretlashib bo'lganligini biz ham mush ahdilarni hammasini o'rgangan vaqtimizda biz texim aniq tushunib olamiz. Masalan, bayam dedik, ikkinchi bo'lakda Yaqubning Misrga kirgan avlodlarining ismlari, soni bor edi. Biz Misrdan chiqishni agar ko'rgan vaqtimiz bo'lsa, Misrdan chiqishda ham ular Misrdan chiqqandan keyin ham bularning jamoatlari bo'yicha Misrdan chiqqanlar jami muncha odam deb turib, ularning ismlarini jamoatlar bo'yicha yozganligini biz ham ko'ra olamiz. Bu ham Misrdan chiqishda ham emas. Keyin biz tarixlar qismi qaraymiz, tarixlar birinchi bob qarasak, u yerdan bor. Yangi ahdda qaraymiz, Ayso Masihning jamoati qarasak, u yerdan bor. Ham biz bu jamoatlar bo'yicha nima uchun bu jamoatlar ham son sifirlar ham shunaqla ziminlar biz qaraydigan bo'lsak, Ibrohim bergan vaqtida Misr chegarasidan toki Firat daryosi so'zilgan bu ziminning hammasini sening avlodlaringga taqdim qilman deb turib, hatto yerlarning ismlarigacha bor edi. Bu ismlar, ya'ni yer zaminning ismlari bo'lsin, mayli jamoatlarning nimalari bo'lsin, bular qanday qilib Xudoning ahdisi bara texmi konkretlashib, texmi aniqlashib, shu va'dalarning amalga oshganligini bizga anqiratqizadi. Masalan, sening avlodingdan padişahlar chiqadi, sening avlodingdan cho'ng bir xalq qilman, qumdek sanoqsiz xalq qilman deyni, qumdek ko'p, yulduzdek sanoqsiz xalq qilman deb Ibrohim shuna degan. O va'dalar qachon amalga oshdi? Albatta, hozir Yaqub vaqtida İbrahimning avlodi garchi 100 ga bormagan bilan, ular Misrdan chiqqan vaqtida qancha ming bo'lib chiqadi. Shuning o'xshash ana shu Ibrohimga bergan shu qumdek sanoqsiz avlodlarning qachon qandaq amalga oshganliklarini bizga ko'rsatib beradigan mazmunlar. Shuning uchun muqaddas kitobdagi har bir mazmun, har bir yozmalar bir-biriga shu qadar bog'lanishliq, bir-birini shu qadar to'liqlab, shu qadar bizga aniq tushuntirib beradi. Shuning o'xshash bu avlodlarni biz garchi biz bundaq ayrim o'qigan vaqtimizda u sonlarga, faqat ismlarga, jamoatlarga, bundaq ekan deb o'tib ketishimiz mumkin, lekin bularni biz butun muqaddas kitobni biz ko'rib, o'qib, bir-birisiga ulab, ko'rgan vaqtimizda Xudoning shu qadar ulug' ishlarni, shu qadar o'zining so'zi bo'yicha, va'dasi bo'yicha birmiz so'zlarini tushirib qo'ymasdan hammasini shu qadar to'liq amalga oshirganliklarini biz ko'ra olamiz. Padişahlar chiqadi sening avlodingdan, hamda sening avloding orqali baxt topadi, butkul millatlar baxt topadi degan va'dasini ham biz qaraymiz. Shu padişahlar qismini emas, balki biz Yeshaya qismini o'rgangan vaqtimizda shu barliq ahdilarni biz shu qadar aniq ko'ra olamiz. Barliq ahdilarning qanday amalga oshib, hatto Ayso Masih to'g'risidagi ham oldin ola bishorat ham bu Yeshaya qismini shu qadar aniq ifodalandi. Muqaddas ruhga oid bishorat ham Yeshaya qismini shu qadar aniq so'zlandi. Shuning o'xshash qanday qilib Xudoning o'zi tanlagan xalqlar orqali butkul millatlarga, boshqa millatlarga baxt taqalliqlarga oid mazmunlarni ham shu qadar aniq ifodalandi. Ham shunali bu ahdilarni tushungan vaqtimizda biz yangi ahdining xalqi bo'lgan bizning ustimizda ham Xudoning bu ahdisi bo'yicha qanday ishlar qilayotganligini, ahd xalqi bo'lgan biz ham ahdiga bog'lanib hayotimizni qanday o'tkazishimiz kerakligiga bo'lgan mazmunlarni ham shunday ahdilarni, ya'ni ko'na ahdini ko'rib o'tgan vaqtimizda texmi tushunishlik qilib tushuna olamiz. Biz ham o'zimizning hayotimizni qanday Xudoga bog'lab turib, Xudoning so'ziga qanday bog'lab turib o'tkazishimiz kerakligini ham shu qadar aniq tushuna olamiz. Shuning uchun ahdilarga, Xudoning har bir so'zlariga, Xudoning bizning hayotimiz bo'lsin va burun Xudo o'zining xalqini bo'lsin va keyin bo'lsin, har vaqt bizning insonning hayotini Xudo o'zining so'zi bilan, o'zining va'dalari bilan, o'zining irodasi bilan to'liq yetaklab, hayotidagi har bir jarayonlarda, har bir kechmishlari bo'lsin, har bir ishlarda bo'lsin, har bir ahvollarda bo'lsin, Xudo o'zining va'dasi bo'yicha, irodasi bo'yicha xalqini tashlamasdan birga yetaklab, shu va'dalarni uning hayotida qanday amalga oshirganligini ham biz shular orqali ham ko'ra olsak, o'zimizning hayotimizga ham shunday tatbiqlay olamiz. Ham shundaqla bizmi doim Xudoning oldiga kelib, bizning hayotimiz ustidagi Xudoning irodasini so'rab turib, Xudoning irodasiga bog'lanib turib, Xudoning so'ziga bog'lanib turib, hayotimizga har bir ishlarga Xudoning so'zi bilan qarashimizning naqadar muhimligini ham texmi cho'nqur bilan tushuna olamiz. Shuning uchun bugungi mazmunimiz yana vaqt sababidan mishada to'xtashimizga to'g'ri kelib qoldi. Keyingi mazmunni biz keyingi 47-bobga, ya'ni Yusuf bilan Yaqubning ko'rishishini 47-bobga ulab ko'raylik. Bugungi mazmun orqali biz ham o'zimizning hayotimizni
Her bir işlerimizde, her bir kararlarımızda, her bir orunlarımızda olsun, her vakit özümüzün hayatımızını Xudanın əhdisiga bağlap, Xudanın əhdisi, Xudanın vədisini özümüzün köz əynək qılıb, hayatımızı qaraydigan əynək qılıb turub, Xudanın vədisi bilan özümüzge qarab, hər birimiz hayatımızga hər bir işlarni Xudanın sözü bilan, Xudanın vədisi bilan qarashni biz ham öğünü alalayımız deb qarayman. Ma'qulamiz qarindoshlar, bugungi mazmun mushagicha bo'lsin. Sal uşaq mazmun, uşaq so'zlar ko'p bo'lib qoldi. Agar tushuniksiz bo'lgan mazmunlar bo'lsa, dastlab deganimga o'xshash tushuniksiz bo'lgan mazmunlar bo'lsa, savollar bo'lsa, har vaqt inkas qaytarib qo'yishinglarni umid qilaman. Savollar bo'lsa, dadillik bilan so'rashinglarni umid qilaman. Ma'qulamiz qarindoshlar, manglar Xudodan kelgan aql farosat, Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tushuncha, anqirash qobiliyatini Xudoning sizlarga ato qilishini umid qilaman. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Ammanglar amon bo'linglar.